Kia K5'te obunachilarimizdan klientimiz kelgan. Stabilizator tiyagalari o'ynab qolgan ekan. Ikkita oldi stabilizator tiyagalarini almashtirib, to'g'riroq almashtirmadik, restavratsiya qilib, filniklarini boshqa qo'yib berdik. Suportlari o'ynab qolgan. Oldida kalotka tugagan. Orqani ham suportlari samatarmajeniya bo'lib, mana zanglab. Biri bitka tepasi, yo'llari biri bitka bo'lib ketgan. Samatarmajeniya bo'lib ozgina siqib qolgan. Bularni hammasini manjetni qilib, samatarmajeniya bo'lmaydigan qilib, kalotkalarni yengga qo'yib, qilamiz. Cho'tki qilib, opornilar o'zi zo'r ekan. Xudo xolasa hammasi cho'tki bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatli kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Parislarimiz tayyor. Ko'rinishi shunaqa bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin bir bitkasini. Shuni hisobiga taqilib ketgan. Buni joyi korpusi dural bo'ladi. Alyumin bilan metal qo'shimchasidan qilingan. U sal yumshoqroq. Shuning uchun ichi ko'proq yilgan bo'ladi. Keyin suportni palislarni qoqib qo'ydingiz-ku deydiganlar ham bor edi. Uning uchun ham ko'rsatib beraman. Qardan biz qoqamiz buni. Qoqqanimizdan keyin mana ko'rishingiz mumkin. Hech qanaqa samatarmajeniya bo'lmaydi. O'zi chiqadi.